Alo. Ha, Sardor ishdami? Va alaykum assalom. Jinnimisan? O'zi bir haftaga bir kun dam olsam. Shu bugun ham chaqirishadimi ishga? Nima qilardim hozir? Bog'chaga olib ketaman qizimni. Bugun damga beringlar iltimos. Bo'pti, o'zim aloqaga chiqaman bo'lmasa. Hozir vaziyatni ko'ringchi. Yetib borishga harakat qilaman. Hoppa, bu qiza magazinga nima qiladi endi? Assalomu alaykum. O'xo Gift House'ga xush kelibsiz. Xo'sh, kichkina xonim, qaysi biri yoqdi sizga? U anonsi. Mashinami? Xo'p. Mana. Juda qiynalibga o'xshaydi, puli yo'q. Qizim, uzoqqa ketib qolma deb necha marta aytishim kerak senga? Uyda o'yinchoqlaring ko'p-ku qizim. Buni joyiga qo'yib qo'yamiz. Xo'p? Rahmat amakisi. Qani ketdi qizim. Yo, aka. Aka. To'xtang. Dada, uyda o'yinchoqlarim yo'q-ku. Qizim, hozir yonimda pulim yo'q. Oyligimni olay. Senga xohlagan o'yinchoq o'ynab beraman. Xo'pmi qizim? Hozir esa ketdik. Qo'ling ber.